Uyg'ur latin yoziqining ikkinchi qismi keldi. Oldingi sonda Uyg'ur tili o'lchamlik latin yoziqi harflari bilan bir oddiygina tanishgan edik. Ammo ko'p sondagi kishilar buni pinyin holatda yozib oldi. Pinyin holatdagi jampanda bir necha tal alayda harf belgilar yo'q bo'lish sabablikdan. Bizning so'zlayotganimiz 2000-yil atrofda Xinjiang davlat bilan avtonom rayonlik uchur jamiyati birlashib tuzib tarqatgan bo'lib, pinyin holatdagisi bilan ko'p qismi o'rtaq, faqat ozroq bir qismi o'qilish jihatdan farqlandi. Yig'incha qilsak, jami 13 tal harf belgi tovushlarda xato ishlatish yoki o'rtaq ishlatish mavjuddir. Bu sonda oldingi 3 tal harf belgi tovushlarning xato holati va to'g'ri o'lchamlik holatini tushunib chiqsak. Birinchi xatolik latinchadagi a ni a va a tovushlarga o'rtaq qilib xato ishlatish. Misol so'zlik ko'pincha kishilar atigan degan bu so'zlikni pinyinchi qilib atigan deb yozib oldi. Ammo o'lchamlik latinchadagi ifodalanishi bo'lsa atigan bo'ldi. Shuningdek a i la degan bu so'zlikni o'lchamlik holatda ifodalamoqchi bo'lsak oila bo'ldi. Misol jumla omon esanlik sizga yor bo'lsin. Demak, a ga latinchadagi a, a ga latinchadagi a ayrim qo'llandi. Ikkinchi xatolik latinchadagi a ni a va e tovushlarga o'rtaq qilib xato ishlatish. Masalan, ko'pincha kishilar eyiq deganni pinyinchi qilib eyik deb yozib oldi. Ammo uning o'lchamlik holatdagi ifodalanishi bo'lsa eyiq bo'ladi. Shuningdek, aynak degan bu so'zlikning to'g'ri ifodalanishi aynak bo'ladi. Misol jumla axloq odam sunnati. Demak, a tovushiga latinchadagi a, e tovushiga latinchadagi qo'shik qo'yilgan e orqali ayrim qo'llanildi. Uchinchi xatolik che tovushini pinyinchadagi che bilan ifodalab xato ishlatish. Misol, ko'pincha kishilar chiroyliq degan bu so'zlikni pinyinchi qilib chiroylik deb yozib oldi. Ammo uning o'lchamlik holatiga ifodalanishi bo'lsa chiroyli bo'ladi. Shuningdek, choy deganni o'lchamlik holatga ifodalamoqchi bo'lsak choy bo'ladi. Misol jumla to'ng daryolar kichik buloqlardan hosil bo'ladi. demak, che tovushini o'lchamlik latinchadagi se bilan achni ulab yozish orqali ifodalaydi. Bu sonda oldingi 3 tal tovushning xato va to'g'ri o'lchamlik ifodalanishini tushunib chiqdik. Mazmunning davomiy leksiyalarda. Birinchi topshiriq qarindosh bo'lsa inoq, ishlaring topar ro'naq. Ikkinchi topshiriq xalq xizmat qilgan, xalqdan hurmat topar. Undaq bo'lsa inkas rayoniga yozib beqinglar.